Namrat bir bovay taksining oldini to'sdi va ojiz ovozi bilan meni tog' yendagi uyimga olib qo'yamsiz, ammo sizga bergudak pulim yo'q. Taksi shoferi buvayga qarab, "Qani mashinaga chiqing, bo'ldi pulning gapini qilmang", dedi. Buvay uyi kelganda ballar oldiga yugurishib kelib, "Bizga non akelmadingmi dada?" deb so'rashdi. "Ballarim, non elib kelolmadim. Non izlab yurib shoferning vaqtini elishdan xijil bo'ldim. Chunki men shoferga pul berolmadim", dedi buvay xijolat bilan. Bechora buvayning gapini anglab qolgan shofer yigit navoiyxonaga berib 5 xaltindan elib ularga opirib berdi. Ballarning qursiqi toza ochgan edi. Ballar nonni to'yg'icha yeyishdi. Buni ko'rgan shofer yigit ko'ziga yosh oldi va shahar ichiga kira qilish uchun yurib ketdi. Bir sayohatchi mashinani to'sib aerodromga chiqadiganligini aytdi. Shofer yigit uni aerodromga yetkazib qo'yganda, sayohatchi aslida 500 junih berishga tegishli turibmi, 2000 junih berib ketib qoldi. Yana bir yo'lovchi oldini to'sib, ma'lum bir dangliq mehmonxonaga opirib qo'yishni aytdi. Mehmonxonaga yetib borganda bo'lsa, $100 pulni uningga tutqizib qo'yib kirib ketdi. Shofer yigit Talla bozoriga kirib, tatliq turum mevichi va go'shaq elib, heliqi buvayga opirib bermoqchi bo'ldi. Chunki u o'zi kelgan bu omadlarni heliqi buvay qilgan yaxshiligining Allohdan kelgan mukofoti deb biletdi. Ulug' Alloh mundoq deydi: Kimki Allohga qarz hasana, ya'ni Allohning yo'lida pul malni xushallik bilan sarf qildikan, Alloh uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'paytib beradi. Alloh sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirsinlar. U Talla bozor ichida bir do'sti bilan uchrashib qoldi. Do'sti uningga uyda o'tkazmoqchi bo'lgan ziyofatga qatnashib berishni talab qildi. Shofer yigit uning uyiga bordi. U ziyofatda nurg'ulg'an isrofchiliklarni ko'rdi. Do'stining hashamatchilik bilan faxrlanib, dasturxonni turli yemakliklar bilan to'shqizayotganligini ko'rib, ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. Ziyofatdan keyin nurg'un tomoqlar qo'l tegmaslikla eshib qoldi. Shofer yigit bularni elib heliqi buvayning uyiga keldi va o'zi Talla bozoridan sotib olgan narsalar bilan qo'shib, buvayning qo'liga tutqizdi. Buvay xushallikdan yig'lab ketdi. Har xil yemakliklarni ko'rgan bolalar xushallikda qushqochning bolalardek chuqurishib ketdi. Shu topda shofer yigitning ko'ziga issiq yosh keldi. U bir tarafdan o'zining bu yaxshilikqa vasila bo'lganligidan xushal bo'lsa, yana bir tarafdan so'rlardagi dasturxonning hashamatchiligidan to'liq azoblangan edi. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Yanglar ishinglar, ammo isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi." Alloh taolo yana bir oyatda: "Biringlarga o'lim kelib, Parvardigorim, nimishqa mening ajrimni bir oz kechiktirmading? Sadiq qilib boshqalardan yaxshi bo'lar edim" deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiq qilinglar. Alloh hech odamni ajali kelganda hargiz kechiktirmaydi. Alloh qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir.